Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'p do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Solana Faucet'dan dasturidan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Hop, dastur manzilimiz kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Barchaga tavsiya etib qolaman do'stlar. Juda ham oddiy va oson do'stlar. Hop, ro'yxatda o'tishda bundan oldingi videorolikimizda ko'rsatib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu yerda biz nima qilishimiz mumkin? O'yinlarni o'ynab Solana valyutasini ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Kunlik bonusimiz ham bor. Va kupon bonus degan joyidan do'stlar mana shu Telegram va Facebook orqali kirsangiz o'zini kanallari bor, ikkalasida ham shulardan yangi qo'yilgan 100 promo kodlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bonus bo'limida kunlik bonuslar, o'yinlar bo'limida do'stlar mana shunga o'xshash o'yinlar bor. Bu o'yinlarni ko'rishimiz uchun oldin biz reklama ko'rishimiz kerak, keyin o'yin o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga mana bu yuqorida turgan hamyon bo'limini bosamiz. Bizda hozir 2512 ta bor do'stlar. Bu yerdan pul chiqarganlar do'stlar. Hop, withdrawal tugmasini bosamiz. Binance'ga chiqarishimiz mumkin ekan. Binance'ga chiqaramiz do'stlar. Hop do'stlar, Binance yo Smart Chain BIP20 adres topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Binance'ga kirib olamiz. Binance'ni qayerdan olamiz desangiz, pastda silka bo'ladi. Shu silka orqali ham ro'yxatdan o'tib, verifikatsiyadan o'tib bemalol Binance'ni ishlatishlaring mumkin. Hop do'stlar, Binance'ga kirganingizda добавить средства tugmasini bosasiz va вынести активный bosib, bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan kriptovalyutani qidirasiz. Solana deb yozsangiz o'zi chiqadi. Solana. Bizga qaysi adres kerak bo'ladi? BIP20 va mana shu asosiy Smart Chain BIP20 adres kerak bo'ladi. Buni ustiga kirganingizda u sizga adres beradi. Shu adresni ko'chirib, hop, mana bu yerdan dasturga tashlaymiz. Hammada har xil adres bo'ladi do'stlar. Hop, bizni adresimizni ko'rib chiqmoqda do'stlar. Xo'sh, va pullarimiz o'zi chiqishdi, ketishdi boshladi. O'zi bundan ham xabar keldi. Hop, Binance'ga ham o'tib ko'ramiz. O'zi Binance'ga ham kelib tushdi do'stlar. Juda ham oz miqdorda, lekin harakat qilib bekor qolgan vaqtda o'ynab netib shunaqa qilib o'tirilsa yaxshigina ishlab olinadi do'stlar. Hozirda bitta Solanamiz qancha bo'lyapti? Hop, birjani ko'ramiz. Solana narxi 895.681 ekan do'stlar. Yaxshi, bir Solana ishlasak salkam 900 ming atrofida ishlar ekanmiz. Men adashib turgan bo'lsam kommentariyada qoldirasizlar do'stlar. Lekin dasturimiz 100% to'lovda, o'z avtomatik tarzda sirasi to'lab berdi do'stlar. Bunday dasturlarni ishlab qolish kerak. Barchaga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha